Birinchi fasl 16-qism. Allohim Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlaring bo'lsin. Bu salovat sharofati ila bizga jamiki balo ofatlardan najot ber. U ila hojatlarimizni ravo ayla va bizni barcha ayb nuqsonlardan pokla. O'z huzuringda bizlarni oliy darajalarga yuksaltir. Dunyo va oxiratdagi barcha yaxshiliklarga musharraf ayla. U zotning oilalariga va sahobalariga ham ko'plab salovat va salomlaring bo'lsin. Naqadar go'zal qissa. Uni oxirgacha so'zlab bering ey imom. Dar haqiqat iymon, e'tiqod yo'lidagi sinov, imtihonlar qalbga sayqal beradi. Quraysh mushriklari musulmonlarga qarshi kelishuv ijrosiga qat'iy kirishdilar. Zalolat shunday narsa. Haq yo'lini faqat zulm quvvati ila to'smoqchi bo'ladi. Aslida esa zalolat hamisha mag'lubiyatga mahkumdir. Shunday qiyin damlarda zaif musulmonlarning holi ne kechganiga bir nazar solaylik. Qani yoz, Bani Hoshim va Bani Abdulmuttalib bilan quda anda bo'lmaymiz. Ular bilan oldi sotdi qilmaymiz, hattoki birga o'tirmaymiz. Buni olib Ka'baning ichiga osib qo'yamiz. Ko'zalarimni sotib oladigan biror kimsa bormi? Bolalarim bir necha kundan beri och-nahor. Muhammadning dinini tark qil. Seni ham, bolalaringni ham qornini to'ydiramiz. Axir bolalarim bir necha kundan beri och-nahor. Muhammadning dinini tark qil. Sizlarni qamal qildik. Bu qamaldan hech qachon qutula olmaysizlar. Bolalarimning gunohi nima? Qurayshiylar zulmiga qarshi Alloh bizga madadkordir. Musulmonlar Makka shahri atrofidagi daralarga chiqib ketishdi. Makka ahli ularni qamal qilgan edi. Taomlari ham, ichimliklari ham yo'q. Ochlik, chanqoqlik va haqoratlarga chidab sabr qilishar edi. Buni Alloh qilinishi kerak bo'lgan ishni hal etish uchun qildi. Qo'y birodar. Menga ozgina yegulik sota olmaysizmi? Mayli, lekin 2 barobar narxda. Lekin bizning hech qanday kasbkorimiz yo'q. Unday bo'lsa boring, Makkadan sotib oling. U yerda siz bilan hech qanday savdo sotiq qilishmayapti-ku. Menga xurmo va asalingizdan bering. Qamal qilingan odamlarga olib boray. Avval pulini to'la. Ey hakim, qayerga ketyapsan? Ammam Xadichanikiga. Ularga bug'doy olib ketyapsanmi? Axir ularni qamal qilganimizdan xabaring yo'qmi? Meni tinch qo'y, Allohning dushmani. Bu bug'doyni Xadijanikiga olib bormaysan. Uni tinch qo'y, Abul Hakam. Oy Abul Buxtari. Biz Muhammad va unga ergashuvchilarni tirikchilikdan mahrum qilganmiz. Uni o'z holiga qo'y, Abul Hakam. Bu ish arablarning himmatiga to'g'ri kelmaydi. Bor, xohlagan joyingga ketaver, hakim. Bora qol.
Hakim ibn Huzom kelyapti. U bizga taom olib kelyapti. Taom. Taom! Taom! Allohga hamd va sano bo'lsin. Taom. Hamdu sano bo'lsin. Taom. Taom! Taom! Alhamdulillah! Alhamdulillah. Taom. Makkadagi do'stlarimiz qamal qilinganiga ham 3 yil bo'ldi, ey Abu Salama. Shoyat Alloh ularga biror najot yo'lini ko'rsatsa, ey Mus'ab. Makkani sog'indim. Rasulullohni ham sog'inib ketdim. Gaping rost, Xudo haqqi. Habashistonda adolat va saxovat ko'rgan bo'lsak-da, Rasululloh hayolimdan bir zum ham ketganlari yo'q. U zotning suratlari ko'z o'ngimdan ketmayapti. Butun vujudim bilan u zotni o'ylayapman. Tunu kun hayolim Rasulullohda, ey Abu Salama. Allohim, musulmonlarning qayg'usini o'zing ketkaz. Ubay ibn Xalaf qo'lida nima ko'tarib ketyapti? Axir bu suyak-ku. Uni ko'tarib qayerga ketayotgan ekan-a? Bilmasam. Qani yur. Yura qol. Orqasidan boramiz. Ey Muhammad, aytishingga qaraganda Alloh bu suyaklarni chirib ketgandan keyin qayta tiriltirar emish. So'ng suyakni olib qo'li bilan maydalab tashladi va puflab uchirib yubordi. Bu hodisa tarixga muhrlandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga ha shunday. Alloh bu suyakni ham, seni ham shunday chirib ketganingdan so'ng qayta tiriltiradi. So'ngra seni do'zaxga kiritadi dedilar. Shunda Alloh taolo ushbu oyatni nozil qildi. Bismillahirrohmanirrohim keltirdi va o'z yaratilishini unutdi. Suyaklarni kim tiriltirur? Holbuki ular titilib ketgan-ku, dedi. Sen ularni ilk marta yo'qdan bor qilgan zot tiriltiradi va u har bir yaratilgan narsani yaxshi bilguvchidir deb ayt. U zot sizlarga yashil daraxtdan olov qilib bergandir. Endi esa siz undan olov yoqmoqdasiz. Yasin surasi 78-80 oyatlar. Ulug' Allohni poklab yod etaman. Allohni poklab yod etaman. Ulug' Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Obid! Hay Obid! Hay Qoraqul! Menga qilich va o'qlarimni tayyorlab ber. Qabilalarga yurish qilamiz. Qani bo'l, ey cho'loq!